16 bab. Parvardigor Samuilga mundaq dedi. Men Saulning İsrailga podsho bo'lishini rad qilgan tutsam, sen qachongacha qayg'ursan? Sen munguzga zaytun yig'i to'ldirib, Betlehemlik Yishayninkiga bor. Men uning o'g'illaridan birini o'zimga podsho qilib tanladim. Men qandoq boriman? Saul anlab qolsa, meni o'ldirib yutadi, dedi Samuil. Sen bir kishi mo'zayni alg'ach bor va men Parvardigorga atab qurbonlik qilg'ili keldim degin. Yishayni qurbonlik go'shini yeyishga taklif qil. Shu chaqda men sana nima qilishingni deb beraman. Sen men sana o'zim ko'rsatadigan odamning beshiga yoq qo'y, dedi Parvardigor. Samuil Parvardigorning degini bo'yicha qildi. U Betlehemga yetib kelganda, yurt oqsoqollari qo'rqinch bilan uni qarshi elib, "Omonlik bo'lsin deb keldingmi?" deb so'radi. U oqsoqollarga, "Omonlik bo'lsin deb keldim. Parvardigorga qurbonlik qilg'ili keldim. O'zinglarni poklab, men bilan birga qurbonlik go'shi yeyishga kelinglar," dedi. Samuil Yishay bilan uning o'g'illarini poklagandan keyin ularni qurbonlik go'shi yeyishga taklif qildi. Ular kelgan chaqda Samuilning ko'zi Eliabga tushib, ichida Parvardigorning tanlig'ini mushu bo'lsa kerak deb o'yladi. Lekin Parvardigor Samuilga uning tashqi ko'rinishi bilan egiz bastigla qarama. Men uni rad qildim. Parvardigor bandilarga o'xshash tashqi ko'rinishga qaramaydi, qalbga qaraydi, dedi. Yishay o'zining o'g'li Abinadabni Samuilning oldidan o'tkazgan edi. Samuil, Parvardigor uni tanlamadi, dedi. Yishay Shamachni Samuilning oldidan o'tkazdi. Samuil, Parvardigor unimi tanlamadi, dedi. Yishay u yerdagi 7 o'g'lining hammasini Samuilning oldidan o'tkazdi. Samuil, Parvardigor ularning hech qaysisini tanlamabdi, dedi va o'g'illaringizning hammasi mushumi deb so'radi. Kanjimmi bor? U hozir qo'y beqiyotdi, deb javob berdi Yishay. Chaqirib kelishga odam avating, dedi Samuil Yishayga. U kelmaguncha dasturxonga o'tirmaymiz. Yishay odam avatib Davudni chaqirib keldi. Davud ko'zlari yenib turadigan 2 mangzi qizil kelishgan bir yigit edi. Parvardigor dal mushu berib uning beshiga yoq qo'y, dedi. Samuil munguzdagi zaytun yig'ini elib oqlari oldida uning beshiga qo'ydi. Shu kundan tortib Parvardigorning ruhi Davudga kuchlik tushishga boshladi. Shuningdan keyin Samuil Ramaqqa qaytib ketdi. Parvardigorning ruhi Sauldan ayrildi. Parvardigor tarafdan avatilgan bir yomon ruh uni qattiq vahimaga selishga boshladi. Saulning amaldorlari uningga, "Hozir Parvardigor tarafdan avatilgan bir yomon ruhning o'zlarini qattiq qo'rqinchga selayotganligini ko'ryapmiz. Xo'jam, bizga lirani yaxshi chaladigan bir odam tepib kelishga buyruq qilg'aylar. Parvardigor tarafdan yomon ruh kelib, o'zlarini tutib qolganda, u odam lira chalsa, o'zlari yaxshi bo'lib qolurlar," degan edi. Saul amaldorlarga, "Men uchun usta bir lirachini tepib yenimga akilinglar," dedi. Men Betlehemlik Yishayning bir o'g'lini ko'rgan. U lira chirishqa usta ekan. U botur, jangda jasur, donolik bilan so'zlaydigan, to'liqmi kelishgan yigit ekan. Parvardigor uningga yordir, dedi bir g'ulam. Saul bunu anlab
Yishayga chaparmanlarni avatib, qo'y boqadigan Davud degan o'g'lingni mening yenimga avativat dedi. Yishay o'g'li Davud bilan birga bir o'g'laqni, non ortilgan bir eshakni va bir tulum sharobni qo'shib Savulga avatdi. Davud Savulning huzuriga kelib, uning xizmatiga kirishdi. Davudga Savulning qattiq mehri tushib qoldi. Shuning bilan uni o'zining qurol yaroq ko'targ'ichisi qilib oldi. Ondan Savul Yishayga: "Davud menga yarab qoldi. Yenimda kelib xizmatimni qilsin" deb xabar avatdi. Shu kundan boshlab Parvardigor tarafdan kelgan yomon ruh Savulni tutqanda Davud lirani qo'liga elib chalatdi. Shuning bilan Savul aram tepib, yaxshi bo'lib qolatdi. Yaman ruhmu uningdan chiqib ketadi.